Şeyx Şamil Rossiyaning Kavkaz rayonlaridagi mustamlikaga qarshi keskin kurash qiluvchilarning eng mashhuri bo'lib, Kavkaz yo'lbisi tog' burkuti deb madhinlanadigan Dog'iston xalqining qalbidagi o'chmas qahramon. Şeyx Şamilning asl ismi Ali Dingo. U milodiya 1797-yili Dog'istonning Gimri yesida dunyoga keladi. U faqat mujohidlik bo'lmasdan arab tili, tasavvuf, islom qonunshunosligi, arab tili adabiyoti qatorliq fanlarni pishiq biladigan diniy olim. 1828-yili Ruslar Kavkaz rayonlarini ishg'ol qilish uchun keng ko'lamli urush ochadi. Dog'istondagi musulmonlar tunji qilib G'ozi Mavloning, uningdan keyin Hamza Begning qo'mondonligi ostida Ruslarning ishg'oliyatiga qarshi jihad qiladi. 1834-yili Imom Hamza Beg bo'lgandan keyin imom Şeyx Şamil qo'mondonlik qilib Ruslarga qarshi urushni davom qiladi. Şeyx Şamil Kavkaz rayonlarida pochta ishlarini umumlashtirib, uchurni rivojlantirdi. Qo'shin tayyorlash uchun zakot to'plashni yo'l qo'yib, muntazamlashgan zamonaviy armiya shakllantirdi. Ruslarga qarshi 25 yil chekinmasdan urush qilib, Ruslarni ig'ir talafatlarga uchirdi. Ruslardan g'animat olgan zambiraklar bilan ularning sepillarini o'q tutib, minglarcha Ruslarni yo'qotdi. Rus generali xotirasiga biz Şamil bilan bo'lgan urushda ziyon tortgan odamlarimiz bilan Yaponiyadan Ukrainagacha bo'lgan zaminlarni azod qila oldik deb yozadi. Rossiya Şeyx Şamil tutib berganlarga 45 ming rubl mukofot beradiganligini e'lon qiladi. Buni anglagan Şeyx Şamil Rus generaliga xat avatib, "Kallamning buncha ko'p pulga yaraydiganligini bilganimda o'zimni to'liq baxtli his qildim. Lekin sening kallangning emas, sening charpadishohingning kallasining mening oldimda bir kupqumi yaramaydiganligini bilganingda o'zingni bunchalik baxtli his qila olmasliging mumkin" deb xat avatadi. 1856-yili Ruslarning Osmoniylar bilan bo'lgan urushi oxirlashadi. Urushdan keyin Rossiya butun kuchini Kavkazning oldingi saflariga markazlashtirib, yosh general Aleksandr Ivanovichni 200 ming kishilik qo'shin bilan Kavkazga avatadi. General Aleksandr Ivanovich Şeyx Şamil bilan urush qilishni ilgari oldi bilan uzun muddat ularning urush qilish taktikasini tadqiq qiladi. Oxirida Şeyx Şamilning o'rmonlik va tog'larda g'alaba qilganligini va xalqining kuchli orqa-tirak ekanligini bayqaydi. General Aleksandr tunji siyosatni xalq bilan yaqinlashib, ularga siliq muomala qilishdan boshlaydi va askarlarga urush qatnashmagan kishilarga ziyon zahmat yetkazmaslikka buyurib, ularning qalbini moyil qilishga boshlaydi. Generalning bu siyosati kuchini ko'rsatishga boshlaydi. Ba'zi xalqlar zulm va ig'ir kunlarning sababini Şeyx Şamildan izlashga boshlaydi. Bag'ansiri Şeyx Şamil askarlar bilan o'rmonlikda panohlanishga boshlaydi. General Aleksandr askarlarining qo'liga qurol va palto tutqizib, tog'dagi daraxtlarni kesishga buyurdi. Checheniya va Dog'iston o'rmonliklarining ko'p qismini vayron qilib o'tdi. Ruslar paydinpay Şeyx Şamil qarashli rayonlarga mazmut qadam bilan yurish qildi va urushda mag'lub bo'lgan 10 necha qabilaga kengchilik qilish orqali ularni o'ziga moyil qildi. Şeyx Şamil bir kuni shpiyonidan Ruslarning hujumi to'g'risida uchur yetkazishni kutib turdi. Bu vaqtda Ruslar allaqachon axborot maxfiyatliklarini chingitib, bir qism askarlarni harakatlantirib qo'yib, Ruslar texi yarim yo'lda ekan degan tuyg'u keltirib qo'ydi-da, yana boshqa bir tarafdan musulmonlarga ushtum tut hujum qo'zg'aydi. Şeyx Şamil o'ylamagan yerdan 500 askar bilan 40 ming askarning muhosirasida qilib taslim bo'lishga majbur bo'ladi. Şeyx Şamil Rossiya podshohining buyrug'iga asosan Moskvaga keltirildi. Staropolidan Moskvagacha bo'lgan bu musofada askarlar bu qo'rqinchli dushmanni ko'rib olish va gap so'rab olish uchun atrofiga uvilishib oladi. Şeyx Şamil Rossiyaning g'arbiga palanib 1869-yili haj talabi qabul qilindi. Moskvadan yo'lga chiqib Istanbulga borganda Sultan Abdulazizning alohida taqdirlashiga erishdi. Haramga berib haj ibodatini oyoqlashtirib 10 oy o'tgandan keyin Madina Munavvarda 1871-yili vafot etdi va sahobalar qabristonligi Jannatul Baqiga dafn qilindi. La ilahe illallah, ay dolu yaşta var